Endi tovar korзинаga solamiz. O'zimizga yoqqan birorta tovar tanlaymiz. Misol uchun smartwatch tanladik. Endi buni men agar mana bu yerga bossam korзинаga tushadi. Bunisiga bossam sotib olish. Bunisi esa magazin bilan gaplashish. Ya'ni magazinga kirish, bunisi chat, ya'ni magazin bilan biz gaplashsak bo'ladi. Mana hozir kirib ko'rsataman, chatga bosib. Demak, mana biz magazinga xohlagan narsamizni yozib jo'natishimiz mumkin bo'ladi. Endi orqaga qaytaman. Endi tovarni demak korзинаga solaman. Hozir bu inglizcha variantiga o'girdim. Google avtomatik перевод qiladi mana. Karta korзинаga solish. Bu yerda mana qarasak, otзывlari bor mana. 5 ta yulduzcha berilgan, har doimgidek mana otзывlar necha qo'yishgan, mana original rasmlar bilan bu yerga bosib kirib ko'rsak bo'ladi. Mana bemalol mana har xil rangi bor ekan. Pushti, qora, oq. Biz endi kartaga qo'shishni bosamiz. Mana men pushtisini tanlayman. Bu yerdan xohlasam mana bu yerda xohlasam 2 ta, xohlasam 1 ta qilaman. Keyin mana bu yerda pastga bosaman, add to cart va mana bosdim. Demak, kartamga tushdi deyapti. Mana bu yerda bizda paydo bo'ldi. Endi kiraman. korзинамda tovar paydo bo'ldi. Mana. Glavniga qaytib demak, mana shunday tovarlarni tanlab, otзывiga, obzorga, ya'ni rasmlarga qarab tanlab qo'shib ketsak bo'ladi. Mana bu yerga bossak, bizni kategoriyalarni chiqarib beradi. Mana bu yerdan xohlagan narsamizni topsak bo'ladi. Hammasi mana bo'lingan. Qanaqa narsa izlasak, hammasi mana shu yerdan chiqib keladi.